Hammaga hello. O'rtoqlar, sizlar ko'rgan, sizlar bilgan 2 hafta davom etgan Amerika reality insta seriali o'z nihoyasiga yetdi. Bu serial, bu narsa postanovka qilingan, bu narsaning ssenariysi 2 hafta oldin yozib bo'lingandi. Sizlarga nimaga bu narsalarni aytamiz? Birinchi o'rinda biz aytmoqchi bo'lganimiz, odamlarning Instagramdagi yuziga aldanib qolmanglar. Instagram bu 90%, balkim 100% yolg'on narsa. Va hozirgi kamera bizani mana narlaydi o'chib qoldi. Xullas, ko'pchilik jamoasi harakat qiladi, hayotda ham, Instagramda ham bir xil yuz bo'lishga. Va meni jamoani oldindan biladiganlar bu jamoaga hech qanaqa hype kerak emasligi, hech qanaqa bunaqa nom orqasidan ko'tarilmasligini ham biladi. Kommentariy yozgan boshqa qilganlar maksimal javob bermaslikka harakat qildim, chunki juda ko'pchilik bilishdi, sezildi, puxta qilmaganimiz. Har xil trendlar, insta seriallar chiqayotgan payti biz shunchaki qilinmagan, kreativniroq, oldin hech kim qo'l urmagan mavzuga qo'l urgimiz kelib ketdi va shu narsani qildik. Lekin bu mavzuni ichiga Madi bilan bo'lgan oramizdagi munosabat kirmaydi, shunchaki Amerika voqeasi, postanovka xolos. Bizani mediani ichida yurganlar va bizani oldindan yaxshi taniydiganlar bu mavzuni menimcha gapirayotgan gaplarimni juda yaxshi tushunishdi. Sizlarni qattiq yaxshi ko'ramiz va shu narsani biz sizlarga aytib qo'yishimiz kerak edi. Aytmasak menimcha xunukroq bo'lgan bo'lardi. Nimadir agar ssenariy bilan postanovka qiladigan bo'lsa ham xuddi shunaqa video murojaat bilan sizlarga aytib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Ko'paydi yana. Kim ko'p? Biz keldik-ku. Qaytdik. Serial olishni keyin safar realni ketamiz. Yo'q, keyin safar real komanda bilan ketamiz. Sen xudo xolasa unisi postanovka realni ketamiz. Realni ketamiz. Sizlar ham ketamiz? Jamoa Madi kalamiz ketamiz. Shajoq qani? Mana Shajoq. Serial degan mana shunaqa bo'lsin ekan, odamlar foydor dorsin ekan. Alibaba Shopus.